Har doim so'raysizlar mendan qanaqa chiroyli makiyaj qilasiz deb. Chiroyli pomadada labimga surib olamiz. Ozgina orientir olishga qiynalaman deb o'shaning uchun har xil joylarimga surib tashlasam hayron bo'lmaysizlar, xo'pmi? Boshlarim bir xil payt og'rib qoladi. Voy, uyalib ketdim. Makiyajimizni davom ettiramiz. Sizlar bilan mavzudan chetlashib o'zimga o'zim kulaveraman-da. E'tibor bermaysizlar, hozir qoshlarimizdagi ko'zlarimizga suraveramiz. Voy, oqib ketmasin deb faqat hop qoshlar hozir shunaqa surish moda bo'lgan. Mana shunaqa ishlatveringlar. Yuzlaganimdan bundoq qilib qo'ysanglar holiga o'xshab turadi-da. Voy, mayli, hech narsa qilmaydi, hayajonlanib ketamiz. Qilib turganinglarga. Qo'lim ishlayverganimdan shunaqa bo'lib ketgan, ozgina yumlarim bukiladi. Uyat qilmaysizlar deb faqat hop voy tarab qo'yingizmi? Voy, boshim og'rib ketdi, sizlarga gapiraveraman deb makiyajim dahshat chiqdim o'zi ham. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Обязательно mendagi makiyaj qilib ko'ringlar. Hop, paka, hammaga xayr.